Bugun Manchester City afsonasi Abduqodir Husanov haqida muhim fikr bildirdi. Sizlar bilan Husanov News kanali. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Manchester City legendasi argentinalik hujumchi Sergio Aguero Abduqodir Husanovning kelajagi haqida o'z munosabatini bildirdi. Unga ko'ra, shaharliklar o'zbekistonlik himoyachiga kelajakda bemalol tayanishlari mumkin. Aguero ta'kidlashicha, Husanov dastlab Angliya Premier Ligasiga moslashish jarayonida ayrim qiyinchiliklarga duch kelgan. Xususan Chelsea ga qarshi ilk o'yinlardan keyin futbolchining APL darajasiga tayyorligi borasida savollar ham paydo bo'lgan edi. Biroq tarkibdagi jarohatlar fonida Pep Guardiola unga imkoniyat berdi va Husanov bu ishonchni oqladi. Sergio Aguero City Extra'ga bergan intervyusida Husanovni yuqori baholab, uning o'yinini alohida e'tirof etdi. Bu mavsumda u juda yaxshi o'yinlar o'tkazdi. Moslashish jarayonidan muvaffaqiyatli o'tdi va hozir natijani ko'ryapmiz. U kuchli, juda tezkor va yakka kurashlarda ustun. U hali juda yosh, bu esa Manchester City uchun uzoq yillarga mo'ljallangan a'lo darajadagi himoyachi degani. Ma'lumot uchun Bunyodkor akademiyasi tarbiyalanuvchisi Abduqodir Husanov Manchester City safiga Fransiyaning Lens klubidan kelib qo'shilgan. Joriy 2025-2026 mavsumda u barcha turnirlar doirasida 23 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Bu Husanov News kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.